Assalomu alaykum qadrli Jak Farg'ona obunachilari. Bizni bugungi tashrifimiz, ya'ni Beshbo'la buildingda Farg'onada ofisga kelganmiz. Bobur akamiz oldiga. Bobur aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tazalamasizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz ya'ni o'tifni video o'rganib kelganmiz. Avtomobilingiz haqida, Jak T9 haqida gaplashamiz bugun. Bobur akam o'zini qisqacha foydali o'tiflarini beradi, ma'lumotlarni beradi. Bobur aka, avtosalonimiz haqida, mashinamiz haqida, servislarimiz haqida bir qator ma'lumot bersangiz, kimgadir foydali bo'lsa, biz albatta xursand bo'lamiz. Biz yaqindagina Farg'ona shahar filialidan Jak Motors'dan yangi Jak Pickup mashinasini xarid qildik. Juda hamyonbop narxlarda bizga qilib berishdi va servis xizmatlari 3 yilgacha ekan yoki 100 ming probeggacha ekan. Biz nima uchun bu mashinani xarid qildik? Biz qurilish obyektlarimiz ko'pligi hisobidan drobilka zavod, beton zavodimiz borligi uchun u yerga mana shunaqa pikap mashinalari juda ham kerak bo'ldi bizga. Yo'l tanlamas mashinalar. Shuning uchun bizga qulayligi yoqdi, xizmat qilyapti. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Bizda yana bitta asosiy bugungi videoda qahramonsi ham bo'ladi. Kamol akamiz ham pikap o'zi meni yuribdi, bola Bobur akamiz o'zidan yuribdi. Kamol aka, siz ham pikapda meni yuribsiz. Shaharlarga chiqib kelib, boshqa joylarga chiqib kelganda qanday bo'ldi? Xudo xohlasa mashinalarga gap bo'lishi mumkin emas. Bu keyingi oluvchi bu nimalarga ham mijozlarga tavsiya qilib qolamiz, Jak mashina minishga. Bizga o'xshagan quruvchilar, tadbirkorlar minishi mumkin. Bu mashina mana yaqinda Shahmardonga borib keldik, sel oldi, xabarlaring bor. Shu joyda KAMAZ mashinani qurilishda o'sha podyomda, balota joyda Samsung tortib chiqarib berdi, orqasidan biz yurdik. Shu holatda ham mashina o'zi kuchi bilan o'sha to'rala g'ildiragini tortadigan xonasida o'zini kuchi bilan chiqib ketdi. Hattoki KAMAZ haydovchi shopirlari ham qoyil qolishdi bu mashinaga. Mashinaga mingan biladi endi. Shunaqa. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat, tashkilotlaringga rahmat. Sizlar hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Bundanda yaxshiroq mashinalar xarid qilish nasib qilsin. Yana kimga shunday yo'l tanlanmas monster mashinalarimizdan kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilishdan bitirib beramiz. Yana shunaqangi katta qurilish kompaniyalarini egalarini ответка qilib qo'yishni so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan menejer Muhiddin bo'ldi.